Amerikalik insonlardan yangi biznes g'oya. Bu g'oyani siz O'zbekistonga olib kirsangiz va bu ishni qilsangiz bo'ladi. Ular sport uchun, yoga, fitness uchun maxsus kovrik, ya'ni gilamlarni ishlab chiqarishdi va bu gilamlarning sotuvlarini Instagramda, TikTokda shu kabi mashhur platformalarda yo'lga qo'yishdi va har xil saytlarda ham sotishni boshlashdi. Ular sotuvda foydalanishgan asosiy usul bu blogerlar barter reklamasi bo'lishdi. Ular bir vaqtning o'zida 30 dan oshiq blogerlarga o'z mahsulotlarini yetkazib berishdi va yetkazib berishganidan so'ng blogerlar o'zlarining ijtimoiy sahifalarida, jumladan Instagramlarida, istoriyasida, reelsida mana shu gilamlardan qanaqa qilib foydalanayotgani, bu gilamlarni qay darajada qulay ekanligini o'z auditoriyasiga ko'rsatib berishdi va ularning sotuvlari oshishda blogerlarning o'rni juda ham katta. Agar siz ham blogerlar bilan ishlamoqchi bo'lsangiz yoki siz bloger bo'lsangiz va biznes egalari bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, hoziroq kommentariyaga kirib o'z ishingiz haqida ma'lumot berib o'tishni unutmang, chunki hamkor topishingiz aniq.